anaqa o'zi man komfort zonani yorib chiqish qiyin. Hozir mana bitta ham hozir ko'rdim. Qimmat u kurs dedi. Deb bittasi. Qimmat mayli. Yana bola bilan qiyin deb bunaqa komfort zonani yorib chiqish qiyin. Maqsadingizga erishish uchun nimadandir anaqa voz kechish kerak deydi. Endi qimmat deganlarga ham men shu kelishimdan oldin marketing bilimga o'qiganman-da. Zo'r top ekspert o'qiganman. U qanaqa salonchi, hamma mutaxassislarni yig'ib marketing biznesni rivojlantirishni o'rgatardi-da. Unda hamma anaqa biznes egalari bo'lardi. Общий anaqani o'rgatardi. No tikuvchilikda qanaqa qilib o'sishni o'rgatmagan-da. O'shani ham $500 o'qiganmiz. Keyin eskiz bichish, tikish hammasini hisob $500 dan kamida hisoblasangiz necha pul bo'lib ketadi? Shu hammasi jamlangan. Shu kursda shuning uchun Ranipamni tanlaganman men. Keyin boyagi natijaga chiqish deganda Ranipam men bitqizib qachon ketganman-da. Mana o'quvchilarimiz biz nechtamizda 100 dan ortiq, necha yuztalardan ortiqmizda haligacha nazorat nimaga dars qilmayapsan, nimaga qilmayapsan deb haqiqatan sizni natijaga olib chiqmagancha qo'ymaydi-da Ranipam. Shunaqa natijalarim hozir avval bilasizmi, Atilla vaqtim bemalol. Yo'q, bemalol emas. Maqtovlar uchun rahmat demoqchi edim. Oldin anaqada mana Atilla boshida aytdim-ku, oldin anu klientga arenda bor deb o'ylab, mayli olib qoling, 50 ming beraman desa, shunga hozir 30 ming qo'ysam boshqa Atillga borib beradi. Undan ko'ra olib qo'ya qoling deb olardim-da hamma narsa. Hozir men unaqa mayda narsalar tikmayman, faqat sarpa tikaman. Faqat вечерni shunaqa narsalar tikaman. Avval o'ylangan narsalarimni klientga narx aytishga qo'rqib turardim, mana ketib qolmasin deb-da. Hozir o'zim tanlab olaman zakazlarni ham-da. Mana Ranipamning ulubka fasonini Ranipam necha pulga hozir men o'zi $500 ga sotdim-da, borgandim-da. Birinchi ulubka tikuvdim-ku. Ranipam anaqalarini ko'rib, ilhomlanib, ulubka tikib $500 ga o'shanda tikuvdim. Hozir $1000 ga o'sha men o'qiganimgachon $100 ga eng qimmat tikkan libosim $100 ga tikkanman. Hozir o'ylanmasdan $1000 ga ansambllarni o'sha olaman-da. Yoki o'sha narx aytishga qiynalmas, o'zingizga bo'lgan sabatinka oshar ekan o'qibdi. 3 oyda menda sal ko'proq bilim bor joyda ishonch bor. Bilimni foizi qancha bo'lsa, ishonchni foizi ham aynan shuncha bo'ladi.